Do'stlar, bugun Orzudagi to'y jamoasi 40 millionlik paket bo'yicha ish boshlab turibdi. Birinchi komanda azon bilan sahna bezak kurdi. Pola, DJ, kamera xizmatlari va kortej xizmatlari bilan birinchi komanda gelinni olayotganlar shu bilan shug'ullandi. Ikkinchi komanda esa kechki to'y uchun tayyorgarliklarni boshladi. Xarajatlarni DJ xizmatlarini, dekoratsionni, zolushka lazer, salyut xizmatlari bo'yicha neki geshanov kerak bo'ladigan bo'lsa, hammasini ikkinchi komanda shug'ullandi. Do'stlar, bugun Orzudagi to'y jamoasi 29-mart Baxt qushi to'yxonasida o'zining 40 millionlik paketini o'tkazish jarayonida bugun Pola xizmati, dasturxon xizmati, DJ, sahna bezak, salyut xizmati, kamera, albom, kortej, to'y torti, zolushka lazer xizmati Orzudagi to'y jamoasi sizning ishonchni saqlaydi. Albatta eng ishonchli va sifatli Orzudagi to'y jamoasiga mana shunday baxtli oqshomni ishonib topshirgan xonadon sohibalariga bugungi unutilmas onlar muborak bo'lsin deymiz. Ozgina muddatda bizning ishimizga katta yordam bergan Orzudagi to'y o'tkazish jamoasidan ham katta rahmat aytaman. Shuhrat Beyga bizlarga ko'p og'irimizni yengil qildi. Bu narsalarni o'rtaga olib kelish bir odamga ikki odam sayyohlar bilan qiynadi. Orzudagi to'y firmasi bizlarni ko'p qo'llab-quvvatladi, yaqinda yordam berdi. Men barcha insonlarga